Liksiyana devamı bugün çizlağa 2022 yıl vatandaş 5. ayının 24. günü. Şundak Amerika yendi Tinç Okyanı rayonida uzundan beri mujmal siyaset yürgüzüp geldi. Çünkü Kom partisi bilen digide karşılaşmadı yoki elişmedi. Prezident Joe Biden Aksaray'a kirgandan keyin Rossiyani dushman deb bekitdi, Jungoni bir raqobatchi davlat deb bekitdi. Ayrim muomala qildi. Sobiq prezident Obamaning qo'lida Osiyo qaytib kelish siyosati bo'lgan edi, lekin ko'p so'zlanmadi bu to'g'rida yoki ko'p ish qilinmadi. Jungo ko'ziga ilibmi qo'ymadi. Jungo zo'r ishga boshladi. Uşaq ve aciz devletlerini bozak qilishga başladı. Bunun hammasiga Amerikanın mujmal siyasi sebep bo'lgandek ko'rinadi. Mujmal siyaset yanıla Amerikaga Jungo to'g'risida xato hukm qilishdan paydo bo'lgan siyaset edi. Hozir ish oydinlashdi. Rossiya Ukraina urushi Rossiyaning teshapalpal ishg'olg'al davlat ekanligini oshkorlab qo'ydi. Rossiyadan ehtiyot qilishga arzimaydi. Amerika o'ziga ishondiki, yetarli iqtidori borki, Amerika ikki mustabid davlat Rossiya va Jungoga bir vaqtda taqobil tura oladi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan keyin Amerika Jungoni ogohlantirib aralashma dedi. Jungo Kompartiyasi Amerikaning qizil siziqlariga dastlashga jur'at qila olmadi. Amerika Rossiyaga urush e'lon qilish giravaklariga yetib keldi. Hozir bir o'rlibla uchini Jungo Kompartiyasiga qaratdi. Ko'pchilikni ittifoqlashtirib, yaning kirichini tortdi. O'qya batlandi. Mustabid Jungo Kompartiyasini nishonga oldi. Strategik siyasetning bundaq ochiq oshkora reallikka yuzlanishi endi Tinch okean rayonining geopolitik ramkasini o'zgartib o'tdi. Amerikaning pozitsiyasida zo'r o'zgarish hosil bo'ldi. Avval Koreyaga ta'sir ko'rsatdi Amerika. Ondan Koreya prezidentining Amerikaparast siyosat yo'li prezident Joe Bidenni qo'sh qildi. Sharqiy Osiyo davlatlarini bir-biriga texmi yaqinlashtirdi. Prezident Joe Biden Koreyada o'rtaq qimmat qarashlarga ega davlatlar birligini ta'kidladi. Koreya vaziri Sak ayol demokratiya, erkinlik va qimmat qarashlarini ta'kidladi. İki devlet rahbari qimmat qarashlarini yadro qildi. O'rtaq ilgirlashga va'da qildi. Jungoni qo'risha olib bir ayında geopolitik siyosat ramkasini o'zgartirishga va'dalashdi. Koreyaning Amerika taraf yuzlanishining ahamiyati intayin zo'r. O tarafda Chavshan, bu tarafda Jungo. Bir dengiz oralig'ida. Koreyaning strategik o'rni intay muhim bir davlatdir. Prezident Joe Bidenning Sharqiy Osiyo ziyorat kelishi birinchi endi Tinch okeani iqtisodiy ramkasini qurish uchundir. Ikkinchi, Osiyoda kichik NATOning asosini yaratish uchundir. Uchinchi, ta'minlash liniyasini qayta qurish uchundir. To'rtinchi, yilol shaklli qo'rishav shakllantirib, bir chalmada ko'p paxtakni urish uchundir. Osiyoning siyosat ramkasi belgilandi, shakllandi. Endi Jungo Kompartiyasini qanday adablash masalasilar kelib qoldi. Amerikaning orqa-orqadan kelayotgan harakatlariga duch kelgan Jungo Kompartiyasi putrab turishga kuchi qolmagan, ol kuni xaroblashgan, istiqbolidan ansiraydigan bir partiya.
bo'lib qoldi.